Assalomu alaykum. Ramazonning 23-kuni. Bugungi mavzuda biz ulug' sarkarda, davrining tengsiz hukmdori, Qur'on qorilari homiysi, Mavraun Nahr sultoni, chegarasi Xitoydan Bag'dodgacha bo'lgan katta bir imperiyaning amiri, sohibqiron Amir Temur rahimahullohning ayoli Saroy Mulk xonim haqida so'z yuritamiz. Chig'atoy usuliga mansub mo'g'ul xonlaridan Qozon xonning qizi, Talib ilmlar xodimasi nomi bilan ham tanilgan o'sha mashhur Bibi xonim. Asl ismi Saroy Mulk xonim. Otasi Qozonxon taxtdan ag'darilib qatl qilinganida Saroy Mulk xonim hali 5 yoshda edi. Saroy Mulk xonim balog'atga yetgach, 1355-yilda Mavraun Nahr hukmdori Amir Qozonning nabirasi Amir Husayn uni nikohiga olgan. 1370-yilda sohibqiron Amir Temur jangda Amir Husaynni yengib, uni qatl qildirgach, Mavraun Nahr hukmronligini o'z qo'liga oladi. Tabiiyki, Amir Husaynning bir nechta xotinlari bo'lib, sohibqiron Amir Temur maqtulning haramidagi malikalar orasida Qozonxonning qizi Saroy Mulk xonimga e'tibori tushadi. Idda muddati 3 oy o'tgach, uni o'z nikohiga oladi. Sohibqiron Amir Temur Saroy Mulk xonimni o'z nikohiga kiritgach, Ko'ragon unvonini oladi. Ko'ragon iborasi mo'g'ulcha so'z bo'lib, kuyov degan ma'noni bildirardi. Zero Saroy Mulk xonim mo'g'ul xonlaridan birining qizi bo'lgani tufayli sohibqiron Amir Temur mo'g'ul xonining kuyovi, ya'ni Amir Temur Ko'ragon nomini ham olgan. Sohibqiron Amir Temur malika Saroy Mulk xonimni o'z nikohiga kiritgunga qadar haramida boshqa xotinlari ham bor edi. Lekin xon avlodiga mansub Saroy Mulk xonim haramdagi barcha malikalardan ulug'roq hisoblanib, katta xonim yoxud Bibi xonim degan unvonga sazovor bo'ladi. Albatta, Bibi xonim bunday sharafga yetish uchun aql zakovati, did farosati, fikrlash doirasining ulkanligi bosh omil bo'ladi. Zotan tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, Saroy Mulk xonim zamonasining yuksak idrokli, farosatli, tadbirkor va aql zakovati sohibasi, husn latofat bobida ham benazir ayol edi. Saroy Mulk xonim insonparvar, vatanni sevuvchi, mamlakatning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotidan yaxshigina xabardor bo'lgan. Saltanat ishlarida ham dono maslahatlari bilan qatnashib turgan ayol edi. Bibi xonim ayniqsa ilmga alohida e'tibor bilan qarar, madrasa talib ilmlariga homiylik qilardi. Sohibqiron Amir Temurning harbiy yurishlarida Saroy Mulk xonim ko'pincha birga yurgan. Tarixiy manbalarning bergan ma'lumotlariga ko'ra, o'ta ziyrak, tadbirkor Saroy Mulk xonim saltanatni boshqarishda vujudga kelgan ayrim muammolarni hal qilishda o'zining oqilona maslahatlari bilan faol qatnashgan. Amir Temur Saroy Mulk xonimga oshkora bo'ysunmasa-da, biroq uning oqilona maslahatlariga o'zida qandaydir ehtiyoj sezib turgan. Amir Temur Bibi xonimni juda yaxshi ko'rgan. Yaxshi ko'rishligiga sabab Bibi xonimdagi kuchli aql zakovatidir. Bizga o'xshab chiroyiga, yaltiragan ko'ylagiga, pishirib bergan ovqati ustida sevmagan ular. Afsuski, zamonamiz yigitlari qiz tanlashda faqat chiroyiga e'tibor beradigan bo'lib qoldi. Tanlagan qizi kelajakda farzandlariga ona bo'la oladimi? Bolalarini tarbiya qila oladimi? Shar'iy xotin bo'la oladimi? Yo'q, chiroyli bo'lsa bo'ldi. Aytishadi-ku, sen xotin emas, bolalaringga ona tanla. Ming afsus mezonlar buzilyapti. Amir Temur rahimahulloh Eronga yurish boshlaganida Isfahon shahrining qamali ko'pga cho'zilib, qo'shinni ozuqa bilan ta'minlashga mablag' yetishmay qoladi. Shunda Amir Temur Samarqandga chopar jo'natib, Saroy Mulk xonimga maktub yozadi. Maktub qisqa bo'lib, qo'shinning zahirasi tugadi, xazinangizdan zar yuboring deyilgandi. Saroy Mulk xonim maktubni o'qib, maktubning orqa tomoniga: "Ulug' Amir, zaringiz tugagan bo'lsa, siyosatingiz ham tugadimi?" deb yozadi va uni choparga beradi. Javobni qarang. Kimsan Amir Temurga yozilgan javobni qarang. Amir Temur maktubni olgach, Saroy Mulk xonimning kinoyali bu so'zini tushuna olmaydi. Keyinroq tushunib, qo'mondonlarga amr qiladi. Lashkargohda so'yib yeyilgan qo'y, mol, ot va tuya suyaklarini yig'dirib, turli hajmlarda qirqitib, katta hajmdagisiga katta qiymat, kichigiga kichik qiymat belgilab, unga po'lat muhrni qizdirib tamg'a bostiradi. Hamda muvaqqat pul o'rnida muomalaga kiritishga farmon beradi. Natijada qo'shni shahar va qishloqlarda suyak pulga qo'shin uchun oziq-ovqat sotib olinadi. Tez kunda Isfahon shahri taslim bo'lgach, suyak pullar zar bilan almashtirilib, tomonlari to'lab beriladi. Mana sizga siyosat. Shuning uchun Temur hech qachon mag'lub bo'lmagan.
Saroy mulk xonim kunlarning birida o'z jamg'armasi hisobiga savoblik uchun Xudo yo'lida bir madrasa bino qildirishga eri Amir Temurdan ijozat so'raydi. Hukmdordan ruxsat bo'lgach, otasi Qozonxon tomonidan sovg'a qilingan bir juft olmosni sotuvga qo'yib, bu mablag'larni madrasa qurilishiga sarflaydi. Saroy mulk xonim qurdirgan madrasa 14-asr oxiri va 15-asr boshlarida Samarqanddagi madrasalar orasida ulkan va mahobatligi jihatidan ajralib turgan. Madrasaga zamonasining yetuk mudarrislari tayinlanib, ular talib ilmlarga diniy va dunyoviy ilmlardan dars berganlar. Saroy mulk xonim madrasa talib ilmlarining ahvolidan tez-tez xabar olib turar, ularga homiylik qilib turardi. Rivoyatlarga ko'ra, Saroy mulk xonimning bir odati bor edi. Qorong'u tushgach, o'zining yaqin kanizalari bilan kiyimlarini o'zgartirib, madrasa tomon yo'l olardi. Negaki Saroy mulk xonim madrasa toliblarining ahvoli, kim qanday tirikchilik o'tkazayotgani-yu, tunda qanday ish bilan mashg'ul ekanliklarini zimdan tekshirib turardi. Madrasa ustozlari va toliblari ilmdan chalg'ib biror ishga qo'l urishini istamasdi. Madrasaning bir nechta talabasini Bibi xonim o'z kanizaklariga nikohlab qo'ygani ham aytiladi. Afsuski, Saroy mulk xonim madrasasi uzoq turmadi. Rivoyatlarga ko'ra 16-asr oxirida Buxoro amiri Abdullaxonning maxsus farmoni bilan madrasa buzib tashlanadi. Faqatgina madrasa yonida qurilgan maqbara saqlanib qolgan. Samarqand shahrida mashhur Bibi xonim masjid jomisi ham bor. Bu masjidni Amir Temur Hindiston yurishdan qaytib kelgach, 1400-yillar mobaynida o'zining ulug' bekasi Saroy mulk xonimga atab qurdirgan. Keyinchalik bu masjid Bibi xonim masjidi nomi bilan mashhur bo'lgan. Bu masjid O'rta Osiyodagi obidalarning eng yiriklaridan sanalardi. Davr o'tish mobaynida Bibi xonim masjidi zilzilalar ta'sirida vayronaga aylandi. Hozirgi kunda Bibi xonim masjidi bir-biri bilan bog'lanmagan 6 bo'lakdan iborat. Hovli o'rtasida marmar toshdan ulkan lavh, Qur'on qo'yib o'qiladigan maxsus kursi qo'yilgan. Mazkur lavh Ulug'bek Mirzo Ko'ragonning farmoni bilan yasalgan. Lavhga Sulton A'zam, oliy himmatli xoqon, islom homiysi, Hanafiya mazhabining posboni, aslzoda Sulton ibn Sulton, Amirul Mu'minin, Ulug'bek Ko'ragon deb yozilgani aytiladi. Hozir bu yozuv bormi yo'qmi, kamina xodimingiz ko'rgan emasman. Samarqandlik do'stlarimizda bu haqida ma'lumot bo'lsa, izohlarda yozib qoldirar. 1941-yil iyun oyida Go'ri Amir maqbarasida Amir Temur, Shohrux Mirzo, Muhammad Sulton Mirzo va Ulug'bek Mirzolarning qabrlari ochilib, tekshiriladi. Saroy mulk xonim qabri ham ochilib, jasadni tekshirish maqsadida Toshkentga olib kelishgan. Keyinchalik yana Samarqandga olib borib qo'yilgan. Xudoning nazaridan qolgan o'rislar bir paytlar mana shunday qilib, ulug'larimiz qabrlari ustida xohlaganini qilishgan. Shuning uchun do'stlar, mustaqillik katta ne'mat. Ertaga sizni ham qabringizni kofirlar kelib, kavlab o'ynashini istamasangiz, mustaqillikni qadriga yeting. Katta maqsadlarga yetish uchun ancha-muncha kamchiliklarga ko'z yumiladi. O'z uyini himoya qilib, bosmachi deb atalgan otalarimiz bizga bu mustaqillikni taqdim etish uchun bu tuproqlarni qonlari bilan sug'ordilar. Ajdodlaringizga, davlatingizga xiyonat qilmang. Sohibqiron Amir Temur Saroy mulk xonimdan farzand ko'rmagan. Ammo sohibqiron o'z o'g'li Shohrux Mirzoni, suyukli nabiralari Muhammad Sulton Mirzo, Halil Sulton Mirzo, Ulug'bek Mirzo va boshqalarini bevosita zukko Saroy mulk xonim tarbiyasiga topshirgan edi. Amir Temur ayoli Bibi xonimdan Alloh rozi bo'lsin. Islom uchun ko'rsatgan xizmatlarini mukofotlasin.